Assalomu hurmatli obunachilar, bugungi videoda biz kreativ holatida Ender Dragon'ni uchishimizga to'g'ri keladi. Bu videoni anchadan olgim kelayotgan edi va bugun olamiz va biz inventarni ochishimiz mumkin emas obunachilar, shuning uchun mana bu narsalarni tashlaymiz va inventarga oxirgi marta nazar solib olamiz obunachilar. Mana bu obunachilar aytganimdek bugungi videoda biz mana kreativ holatida yengamiz Ender Dragon'ni. Biz buning uchun albatta juda ham katta mehnat ketdi. Shuning uchun bu mehnatni avaylagan holda sizlar albatta videoga like va obuna bo'lib qo'yasizlar. Biz o'sha videoni boshladik. Obunachilar, mana biz shu yerda videoda mana shu yerda spam bo'ldi. Spam bizga o'zi kerak ham emas bo'ldi. Endi bu biz izlaymiz. Nimani? Qishloqdan. Chunki endi Dragon'ni ya shunchaki qo'lni urib mana buni. Mana deb senga urib yenga olmayman. O'tgan qanday. What the hell obunachilar? Akamga tushmayman. Kan qorong'i ekan, qorong'idan qo'rqaman obunachilar. Короче, endi biz qishloq istaymiz. Davay ketdim. Qishloq, qayoqdasan qishloq? Obunachilar, qishloq qayoqda bo'lishi mumkin? Keyin obunachilar, biz endi Dragon xohlagan paytimizda yengishimiz mumkin. Hattoki men hozir ramkalarni olishim mumkin albatta. Men birgina qoida, men ramka va endi ko'zdan boshqa hamma yo'lda olishim mumkin. Hamma yo'lda olmashligim kerak. Faqat shu ikki narsani olishim mumkin va xohlagan paytimda endi Dragon'ni oldiga borib uni o'ldirib yuborishim mumkin. Obunachilar, hozir yovozga ahamiyat bermaysizlar. Bitta video olayotdi endi ukaxonni. Bir aytishgan bo'ladi. Uning ham kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos sizlardan. Bir aytishganmiz, jigarimizni bilmadim. Uning kanaliga toshni obuna bo'lishimiz kerak va shart. Shuning uchun obunachilar hozirga obunachilar mana bu narsalarni olib oldik. 6 tagina narsa Minecraft'dan chiqib yozgan yangilik kiritishga to'g'ri keldi bu raundga. Men bitta narsani 6 tagina narsani olish mumkin qiladigan bo'ldim. Lekin obunachilar, mana bu kamon o'qlarni o'zim oldim. Juda ko'p mehnat qilib o'zim oldim. Izohlarga bu deb yozmanglar. Iltimos sizlardan obunachilar. Keyin mana qanday qurilishini eslab qolinglar. Agar sizlar ham kreativ holatda Minecraft o'tmoqchi bo'lsanglar, xohlasangiz paltani topsangiz ham bo'laveradi, ammo bu ozgina cho'ziladi va agar meni paltani topishimni xohlasangiz izohlarga yozib qoling va bu videoga 300 ta like bo'lsa bu videoning ikkinchi qismida men paltani mana shu endi ko'z yordamida o'zim uchib mana o'zim uchib qilaman. 1 2 3 va video obunachilar bo'lish mumkin bo'lgan eng xavfsiz joydan kreativ holatidami? Kreativ holatida biz xavotir olmasak ham bo'laveradi. Bu endi Dragon qanasan? Barbaratni yo'qotamiz. Uhti. Endi bular meni bilmabdi hali Dragon. Varaqlarni yo'q qilish
qiyinlik tug'dirmayapti obunachilar. Marvaridlar yaxshigina yo'q bo'layapti. What is your name? Qanaqasi bu? Ender Dragon. Böyle kristallar. Ender Dragon. Mana ve mana obunachilar nimaga men tek tuzolmayapman? Hatto qo'lim shunchalik qiyshami meni? Voy ona. Vay. Ana teydi. Uy afa. Sen Ender Dragon. Bugün men Minecraft'tan o'tish men uchun osondir. What the hell bunga u bloklarning orasidan o'tib ketyapti. Qanaqasi bu? Qaranglar, bloklarning orasidan o'tib ketyapti. Men bu Ender Dragonga ko'rsatib qo'yaman. Men Ender Dragon. Uy, obunachilar xato qilayotgan qo'lga tegdi. Yo'q, meni tutib bo'lyapti. Men bu bilan mashina bilan jonga tegdi. Birga battle qilaman. Men endi Dragon bilan. Cha. Endi Dragon. Cha. Obunachilarning yuzaga joni juda ko'p. Kamon bilan yo'q qilaman men buni. Cha. Voy. Ko'proq jonini olishim kerak obunachilar men. Uni juda ham ko'p. Uning darajasiga ega bo'lishim shart meni. Cha. Voy, joni qoldi. 3-4 oyoq bilan buni yo'q qilaman. Mana endi Dragon to'xta, seni yo'q qilaman, mahv etaman. Cha. Yo'q, u yoqqa tushga urinyapti endi Dragon. Endi Dragon, endi kalta kesak. Sen bugun o'lishing kerak. Sen bugun o'lasan. Va tegdi bunga o'qim. U nima uchun yo'qlanismi? Qo'yapti. Cha.
Yo, what's up? Bunlar bazında Dragon'u yuttuk. Kreatif. Yok. What the hell? Bu.